Kameraga qarab gapirish hammaga ham emas. 10 ta imtihon oluvchi nazoratchi va siz kameraga qarab gapirish hamkorlikda qilinmoqda. Ya'ni akademiyadan ham mehmonlar taklif qilganmiz. Biz bu yil 2 marta qilmoqchimiz. 45 balldan yuqori to'plagan abituriyentlarimiz bu suhbat imtihonlariga qo'yiladi. Suhbatdan xuddi shunaqa kameraga qarab gapiriladi va o'zlariga qanaqa gapirilganini tashlab beriladi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlarga hozir Ichki ishlar akademiyasining mock imtihonlarini nima maqsadda qilmoqchiligimiz, kimlar uchun, sababi nima va bundan biz nima kutyapmiz. Hozir shu masala bo'yicha sizlarga batafsil tushuncha bermoqchiman. Xo'p, ushbu akademiya mock imtihonlarini biz bu yil 2 marta qilmoqchimiz. Xo'p, nima sabab bo'ldi o'zi 2 marta qilmoqchiligimizga? Birinchisi fevral oyida, ikkinchisi aprel-may oylarida bo'lib o'tadi. Xo'p, birinchi imtihonimiz va fevral oyida qilmoqchi imtihonimiz bu aynan akademiyaga topshirishni niyat qilgan yoki bo'lmasa kelajakda ichki ishlar organlarida ishlamoqchi bo'lgan yoki aynan shu sohaga qiziquvchilarni imtihonga taklif qilamiz. Bu imtihonimiz akademiyaning so'nggi qabul qilingan nizom asosida va yangi soha yo'nalishlari bilan birgalikda saralash va asosiy bosqich imtihonlarini o'z ichiga oladi. Bunda akademiya topshirmoqchi bo'lgan abituriyent, ya'ni mock imtihon o'zi nima uchun qilinadi? Misol uchun bilasizlar, SFR yoki bo'lmasa IELTS imtihonlari bor. Unda masalan qaysidir o'quv markazi yoki bilimni baholash agentliklari ushbu imtihonga mock imtihon qo'yib berishadi. Ya'ni xuddi imtihon aurasini qilinadi. Nimaga? Abituriyent kirgan paytda birinchi martasida hayajonlanib qolmasligi yoki shunga o'xshagan narsalar uchun, to'g'rimi? Xo'p, biz ham akademiya boshqa harbiy oliygohlardan farqli bo'lganligi uchun, ya'ni unda test imtihonlari bo'lmaganligi va eng muhimi bitta shu akademiyada, Ichki ishlar akademiyasida jismoniy tarbiyaning bali asosiy blokda qo'shilganligi uchun va boshqa suhbat imtihonlari, ya'ni suhbat qanaqa tarzda amalga oshiriladi? Unda siz qanaqadir kompyuter yoki qayergadir qarab emas, 10 ta imtihon oluvchi nazoratchi va siz kameraga qarab gapirish. Kameraga qarab gapirish hammaga ham emas. Bu narsa juda ham hayajonli. Bunda masalan necha yillar tayinlayotgan bo'lsam, bolalarda kameraga qarab gapirish hammaga emas. Kameraga qarab duduqlanib qoladi, bilgan narsa esdan chiqib qoladi yoki bo'lmasa hayajonlanib qoladi, o'zini yo'qotib qo'yadi. Biz shu ularga qanaqa tarzda gapirish kerak, mimikalar, o'zini qanaqa tutish kerak yoki bo'lmasa savollarga qanaqa tarzda javob berish kerak, to'liq o'sha baholanish mezoni asosida qabul qilinadi va ushbu imtihonga 2 marta qilishimizdan maqsad abituriyent akademiya imtihoniga kirgan payt qanaqa hayajonlansiz eng yuqori ballni olib chiqishga yordam beramiz. Endi bu imtihonlarimiz 2 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqichda shanba kuni bo'ladi bu. Qachon qilsak ham shanba yakshanba amalga oshiriladi. Birinchi kunimizda saralash imtihonlari. Misol uchun kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha yoki ekspert kriminalist yo'nalishi bo'yichalarga informatika va matematikadan imtihonlashtiriladi. Qolgan sohalarimizga jismoniy tarbiya, chet tili va bayon imtihonlari bo'ladi. Endi o'shalardan 45 balldan yuqori to'plagan abituriyentlarimiz bu suhbat imtihonlariga qo'yiladi. Suhbatdan xuddi shunaqa kameraga qarab gapiriladi va o'zlariga qanaqa gapirilganini tashlab beriladi. Bu imtihonda bu yilgi imtihonimiz o'tgan yilning farqli tomonlari, birinchi o'rinda bu imtihonimiz xudo xolasa hamkorlikda qilinmoqda. Ya'ni Ichki ishlar vazirligini bilan hamkorlikda qilinayotgan imtihonimiz xudo xolasa va akademiyadan ham mehmonlar taklif qilganmiz. Endi bu imtihonimizda butun respublika bo'yicha kim xohlasa qatnashishlari mumkin. Ya'ni bemalol xohlagan viloyatlardan kelib, aynan shu imtihonimizdan o'sha ro'yxatdan o'tishadi va ro'yxatdan o'tgandan keyin o'sha o'zlariga shifr raqam beriladi, shu raqam bo'yicha qatnashishlari mumkin va o'zlari to'plagan ballar o'sha kunda o'zida e'lon qilinadi ijtimoiy tarmoqlarimizda. Yoki bo'lmasa o'zlariga ham albatta o'zi qanaqa gapirilganligi hammasi tashlab beriladi. Endi yana bir muhim jihati bor bu imtihonda. Biz bu imtihonda 2019-yildan 2020-yildan boshlab shu yillarda tushgan akademiyaning huquq, yangi aynan O'zbekiston tarixi va tarbiya fanlarida bundan tashqari bayon mavzularidan bo'lgan tushgan savollarda imtihon savollariga qo'shganmiz. Ya'ni siz o'sha tushgan imtihon savollaridan olishingiz mumkin. Balki bu savollar qayta tushib qolishi ham mumkin. Siz shunda bemalol imtihonga xudo xolasa 100% tayyorgarlikni o'tib bo'lasiz.
Demak, bu DXX akademiyasining qabul nizomi. Bunisi Ichki ishlar akademiyasining qabul nizomi. Bu Jamoat xavfsizligi universitetining qabul nizomi. Farzandingizni olib qolishimiz uchun yagona shartimiz bor. Bu eti bizga, suyagi sizga.